Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun Xudo xolasa Mehnatobod mahallasidamiz. Mana shu g'unojin o'zi yetilib qolibdi. Adashmasam shu 1 yashar bo'lgan. Sotiladi. Bahosi birdan aytib o'tib ketamiz. 15,5 million baho qo'yilyapti dehqondan. Zahriddin akamizniki. Zahriddin akamiz o'zi usta akamiz. Nikahxon bilan shug'ullanadi. Hurmatli aka-ukalar, mana shu g'unojin yetilib qolgan. Holati juda ham yaxshi ekan. Stoykalari tekis. Mana o'zimizni Jaydarmolni bolasi ekan, mana shu. Mana sigirni bolasi ekan bu. Onasi ham sutli bo'lsa kerak mana. Mana onasi hamda hurmatli aka-ukalar bu bolasi mana. Mana. Hali qochmagan bu. Bahosini aytib o'tdik. Oladigan aka-ukalar birdan murojaat qilaverasizlar. Tutalari yaxshi ekan, orqasini bir ko'rsatmayapti. Albatta. Mana. Bu tutalari ana hurmatli aka-ukalar. Shoxlari ham joy-joyida chiroyli joylashgan ekan. Adashmasak, bu yaxshi navosga qo'yilgan. Sababi onasi qorada, o'g'illari bor. Shu navosi zo'rga qo'yilgan bo'lsa, ana g'unojin ko'rdingmi? Tutalari. Juda chiroyli ekan. Balandligi 1.25 plus 1.30 atrofida bor. Holati yaxshi ekan, chiroyli mol ekan. Oladigan aka-ukalar, Xudo xolasa bemalol aloqaga chiqarsalaringiz bo'laveradi. Mana g'unojin. Hozir yaxshilab ko'rsatamiz orqa tarafdan tutalari. Bo'sh. Mana. Shu aytilgan baho, kelishadigan joyi bor, savdolari bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Dehqonning moli mana, dehqondan kerak degan aka-ukalarimiz, mana dehqonning moli. Bu tutalari uzun ekan. Bo'sh. Mana. Hammaga omad, biz kuzatishda davom etamiz.